Qizlarjon, hammaga salom. Demak, bugun sizlar bilan mayonezli, kuchli, qorin to'q tutadigan, iftorlikka ham, saharlikka ham bemalol hamma har xil tanovul qiladi. To'g'ri keladigan salatimizni qilishni o'rgataman. Demak, bu salatimizni asosan qazi go'shtidan, butun qazidan, ya'ni tayyor qazidan qilamiz. Demak, boshladik. Qaranglar qizlar. Kichkina qazini yarimtasi, atak opisaniyada men 500 gram deb yozib qoldiraman. Polukольцами yarim doira qilib kesib olamiz. Lekin qizlarjon, aynan davleniyasi borlar bor, misol uchun qazidan qilmasanglar ham Ramazonda bilamiz, hammani xonadoniga barakotli yog'ilib ketadi. Xolodilnigimizda o'sha yangilik go'shtlar bormi, presnoy go'shtlar, ruletlar, tandir go'shtlar to'lib ketadi. Har xil go'shtlardan assortiment qilib, ya'ni har xil qilib solsanglar ham bo'ladi. Mana qazimizni kesib oldik. Bo'ldi, endi sekin sovolamiz va keyingi mahsulotimizni to'g'raymiz. Keyingi mahsulotimiz demak, suvda, muzli suvda yarim soat ivib, yaxshilab mana bodri bo'lgan salat barglarimiz. Bu salatimiz yog'lik, mayonezli bo'lganligi uchun albatta bizga kletchatkali kerak. Shuning uchun xohlasak lenta qilib, xohlasak juda ham katta bo'lsa, bunaqa baylarini ochib to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Men mana shunaqa katta mana to'rtburchak to'g'rab oldim. Qizlar, ikkinchi bog' salat bargimizni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab solamiz. Demak, keyingi mahsulotimiz qizlar pomidor. Mana bunaqa rozoviy pomidor. Qo'limga ahamiyat bermaysizlar, ozgina kesib oldim. Shuning uchun benchich boylab olganman. Qattiq rozoviy pomidor. Qizlar, xohishga qarab kesaveramiz. Mana xohlasanglar to'rtburchak qilinglar, xohlasanglar mana bunaqa kichkina pomidorlarni dolkami qilinglar. Men dolkami qila qolaman, chunki pomidorim poзволяет qiladi. Formasi kichkina, ya'ni qo'limni mana bunaqa qilib olganimga tez ishlolmayman endi qizlarjon. O'zim yuragim siqilib ketyapti. Ko'kat to'g'rayotganda hozir qo'lim ozgina tilib oldim. Mana shunaqa qilib, mayda bo'lsa 4 dona, sredniy bo'lsa 3 dona pomidorni xohishga qarab kesib olamiz. Xohlasak to'rtburchak, xohlasak dolkami. Bo'ldi qizlarjon, pomidorimiz tayyor. Endi qizlar, to'g'ralanadigan narsalarimiz tugadi. Endi qolgan narsalarimizni solamiz. Demak, bu mayda mezinchik deydi, mana jimjilo. Mezinchik tuzlangan bodring. Bozorlarda bor, kilolab sotadi. Shundan 150-200 gram. Sal ko'proq solsanglar ham bo'ladi, menga o'xshab. Xo'p, 10-15 ta bedana tuxum suvda pishirish hamma biladi. Shuning uchun biz zarani pishirib qo'ydik. O'rtasidan kesib solamiz. Va yana yong'oq 3-4 osh qoshiq. Bilasizlar, men salatlarga yong'oq solish juda ham yaxshi ko'raman. Полезный bo'ladi. Mazasi, vkusovoy sочетание mutlaqo mos keladi. 3-4 osh qoshiq yong'oqni past gradusda quruq skоворodkada qovurib solamiz. Xo'p. Solinadigan narsalarimiz deyarli tugadi. Qizlar, endi sousini tayyorlab olamiz. Sousiga qizlar, men o'zim yaxshi ko'rgan slobodani bedana tuxumligini yaxshi ko'raman. Buni oldingi onlayn darslarimda ham, offlayn darslarimda ham sizlarga ko'p aytib o'taman qizlarjon. Yoki mahiyevi bedana tuxumligi. Xo'p, har bir xonadon, hamma xonadon yoshiga qarab, organizmiga qarab mayonezli salatlarni mayonezini ko'proq yoki kamroq solish yaxshi ko'radi. Tabiiylarga bu yerda 4 osh qoshiq где-то приблизительно. Kamlik qilsa yana qo'shamiz. Ya'ni mayonezni gramini opisaniyada yozmaymiz, xohishga ko'ra 3-4 osh qoshiq. Xo'p, bu yerda 1 choy qoshiq to'la dijonskaya gorchitsa. Gorchitsani ham xohlasanglar solinglar, xohlamasanglar solmanglar va yana xohlagan gorchitsanglarni solinglar. Ozgina pikantность berish uchun murch solaman albatta. Tuzlangan bodringimizni, qazini o'zi tuzi chiqadi. Ramazonda juda ham sho'rlikka qarshiman, lekin tabga ko'ra ozgina tuz solishinglar mumkin. Nomiga solmasanglar ham bo'ladi. Bo'ldi, endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mahiyev zernistay gorchitsasi ham bor. Qizlar, imini mana shundan solishinglar shart emas.
xohlagan garchitsamizni sovuramiz. Lekin bir ikkita garchitsalarni qizlarimiz olib kelib qo'yishadi. Bizda darsda, offlayn darsda menga yoqmaydi. Ana tubikli flakonlilar u uncha yaxshi emas. Men anaqani garchitsani sal yaxshiroq, qimmatrog'ini, tozarog'ini olishinglarni maslahat beraman. Mana qizlarjon, endi salatimizni qoramiz. Bo'ldi qizlar, qaranglar, mayonezni sal kamlik qiluvdi, yoniga sovordim. Shunaqa qilib sovorsanglar bo'ladi. Bismillah deb pastdan yuqoriga ezmasdan salatimizni qorishi. Voy, kechiringlar, boshqatdan. Voy, krasota bo'ldi, девочки. Maqtab qo'yinglar, qo'llarim kesib qilgan salatim. Qizlar, salatimiz mana tayyor. Qaranglar qanaqa sochniy, baqvat. Yosh qariga yoqadigan, ustiga endi ozgina yong'oq qirib yuboryapman yoki sir qirib yuborsanglar bo'ladi, o'zini bersanglar bo'ladi. Men sal effektni bo'lsin deb bodom, yong'oqlar bor ekan, ozgina qirib yuboramiz. Ana bo'ldi qizlar, tayyor bo'ldi, yoqimli ishtaha.